Mashhur blogerlarning videolarida chiqayotgan mana shu romantik otelni ko'rdinglar. Shu otel nomini, qattiqligini va necha pul bo'lishini hisoblab qo'ydim. Yaqin insoningiz bilan borishni niyat qilgan bo'lsangiz, videoni ularga yuborib qo'ying. Otelning nomi Liva Bungalow. Turkiyaning Rize shahrida yam-yashil tog'larning qurshovida joylashgan. Mehmonxona alohida bungalow stilida qurilgan. Siz va sevimli insoningizdan boshqa atrofingizda hech kim bo'lmaydi. Bunaqa manzarada nonushta qilish boshqachada. Endi narxiga kelsak, bu otelda bitta kecha standart xonada yashash bir kishi uchun $50 boshlanadi. Kravati suriladigan xona esa chechakli suit deyiladi. U sal qimmatroq. Uni narxi bitta odamga $110 boshlanadi. Bu mehmonxonada yil davomida dam olsa bo'ladi. Lekin yoz oylarida odam ko'proq shuning uchun oldindan band qilishni maslahat beraman. Aviabiletni ham hisoblab qo'ydim. Rize shahriga borish uchun Istanbulga bilet olish shart emas. Trabzon yaqinroq. Trabzonga to'g'ridan-to'g'ri reys qo'yilgan. Bir kishi uchun bilet narxlari taxminan $400-450 atrofida chiqadi. Ikkita bilet, 3 kecha kotej, taxminan $1100 va unutilmas xotira. Arziydi. Javobingizni yozib qoldiring.